Biz vafot etganimizda jonimiz tanamizni tark etadi va bu jon safarga chiqadi. Bosqichma-bosqich davom etadigan bir safarga. Men ayni damda shu safarning birinchi bosqichiga to'xtalmoqchiman. Bu jonning qabrga tushish bosqichi, ya'ni tanamiz bilan qayta birlashadigan vaqt. Jon osmondan yerga tushayotgan vaqtda u o'zining janozasini ko'radi. Tanangiz yerda, kafanga o'ralgan holda yotadi va dafn etilish arafasidasiz. Siz esa yuqoridan bunga guvoh bo'lasiz, eshitasiz, ko'rasiz, his qilasiz. Keyin yaqinlaringiz, do'stlaringiz janozangizda ishtirok etayotganlar tanangizni olib qabrgacha olib borishadi va jon ham qabrga tushadi, tanangiz bilan qayta birlashish uchun. Ular qo'llari bilan tuproqni olib sizning ustingizga sepishadi. Siz esa har bir zarraning qanday qilib ustingizga tushayotganini his qilasiz. To butunlay tuproq ostida qolmaguningizcha ular buni davom ettirishadi. Keyin esa ular siz haqqingizda yaxshi duolar qiladi, iliq so'zlar aytishadi va asta-sekin orqalariga qaytishadi. Ular ketar ekan, siz ularning oyoq tovushlarini eshitasiz. Anas ibn Malik roziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Bandaning tanasi qabrga qo'yilib, yaqinlari undan uzoqlashganda ularning oyoq tovushlarini eshitadi. Buxoriy va Muslim rivoyati. Endi siz qabrda yolg'iz qolasiz. Atrof qorong'u va sukunat. Ana shu paytda ikki farishta keladi, Munkar va Nakir. Ular sizdan 3 ta savol so'rashadi. Bu savollar butun hayotingizdagi eng muhim savollar bo'ladi. Robbing kim? Dining nima? Payg'ambaring kim? Agar siz bu savollarga to'g'ri javob bera olsangiz, qabr hayotingiz xotirjamlik va huzur bilan o'tadi. Qiyomat kuni sur chalib, siz tirilgunga qadar siz bu osoyishta holatda bo'lasiz. Ammo agar javob bera olmasangiz, u holda qabr azobiga duchor bo'lasiz. Bu yerda ko'pchilik o'z-o'ziga shunday deydi: "Men musulmonman, bu savollarga albatta to'g'ri javob beraman."